Tasavvur qiling, siz Rossiyaga ishlagani keldingiz va Telegramda sizga bir taklif kelmoqda. Ishchilar kerak, hammasi qonuniy, oylik 200 ming rubl. Bunday oylik uchun ish beruvchilar sizdan hech qanday hujjatlarni ham so'ramaydi. Faqat siz yoningizdagi bir bank отделениyasiga borib, o'zingizning nomingizga shu oddiy debitoviy karta ochishingiz kerak. Va ish beruvchi bu kartangizga har hafta pul tashlab turadi. Siz ishingiz bu pullarni bankomatdan yechib berish va ularga yuborish. O'z o'rnida ish beruvchi sizga yuborgan pullaringizdan 10% gacha premiya beradi. Siz bu taklifga xursand bo'lib rozichilik bildirasiz. 2-3 hafta ishlaysiz. Bir xil vaziyatlarda 1-2 oy ham ishlashingiz mumkin. Ish beruvchingiz aytgandek har bir to'lovdan keyin sizga shu 10% premiyalar, oyliklarni vaqtida to'lab kelmoqda. Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Virginia, здесь не канает, блядь. Va bu to'lovlar odatda 200-300 ming, bir xil vaziyatlarda premiyalar bilan 500 minggacha borishi mumkin. Bunday to'lovlarga xursand bo'lgan mehnat muhojir bir kuni uyga qaytayotganda, uni u yerda politsiya xodimlari kutib turadi. Ko'p vaziyatlarda mehnat muhojirlar aynan shu vaqtda dropper kimligini tushunishadi. O'zi Rossiyada hozir dropper deb kimni aytishadi? Dropper degani ingliz tilida bir drop degan so'z bor. Bu so'zni tarjimasi shu zbros qilish, tashlab yuborish. Xullas, shu o'zini shaxsiy bank kartalarini boshqa notanish shaxslarga ishlatish uchun bergan shaxslar dropperlar deyiladi. Bir xil vaziyatlarda mehnat muhojirlar o'zi nomiga 5-6 ta 7 ta kartalar ochishadi va har xil shu dropperlarning xizmatini ishlatadigan idoralar uchun o'z xizmatlarini ko'rsatishadi. Bu kartalarga aldangan odamlardan pullar, o'g'irlangan bank kartalaridan pullar yoki shu firibgarlik orqali har xil boshqa shaxslarga rasmiylashtirilgan kreditlar. Ko'p vaziyatlarda bunday mehnat muhojirlarini, dropperlarni xizmatini ishlatadigan shaxslar umuman Rossiyada emas, balki Ukrainada yoki boshqa bir Yevropa davlatlarida. Ular onlayn orqali har xil firibgarlik harakatlarini qilishadi Rossiya fuqarolari bilan va pullarni chiqarib olish uchun shu mehnat muhojirlarining kartalariga tashlab berishadi. Ular o'z o'rnida bankomatlardan borib, o'z kartalaridan o'g'irlagan pullarni yechib, firibgarlar etgan shu onlayn har xil kripto kошелёklar yoki boshqa bir shaxslarning shotlariga yuborishadi. O'zlariga odatda shu 5-10% xizmat uchun qoldirishadi. Erta-indin firibgarlarga uchragan Rossiya fuqarosi borib politsiyaga murojaat qiladi. Meni aldashdi, shu bank kartamdan pul o'g'irlandi yoki bir saytga kirsam, shu yerda bir narsani xarid qilaman desam, ular meni kartamdan pul o'g'irlab qo'yishdi. Har xil ko'p vaziyatlar bo'ladi. Ular oxiri politsiyaga borib murojaat qilishadi va politsiya tergov